Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli akalar. Mana bugun xudo xolasa mana shu Angus tozasi emas, gibrid novvosimiz, lekin uncha-muncha toza Angusdan o'tkir novvos. Gibridligining sababi ozmosa tagiroqda oq joylari bor. Agar o'sha oq joylari bo'lmasa 100% tozasi bu. Lekin oyoqlari ham, orqalari ham, karabkalari vashsha kelishgan, to'g'ri burchak. Novvosimiz sotiladi. Manzil Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar. Xudo xolasa yana qaytarataman, uncha-muncha toza Angusdan o'tkir mol. Olib uzoq. Narx-navosi ham endi to'g'ri arzon mol emas o'zi. Endi hamma joyga qarab narx-navo qo'yamiz. 23,5 million so'm ozroq xayriga o'tib beriladigan joyi bor. Ko'p emas, ozroq xayriga o'tib beriladigan joyi bor. Veslari ham 400 kg tagiga borib qoladi xudo xolasa. Videoda qanday ko'rinyapti bilmayman, 400 kg tagiga borib qoladi. 300-350 dan oshiq. Kichkina mol emas. 23,5 million so'm ozroq xayriga o'tib beriladigan joyi bor. Bo'yini o'lchamagan ekanmiz. Xudo xolasa yurish-turishdan oyoqlarini ko'ryapsizlarmi? Juda ham baquvvat narsa. Yaqinlashtirib olingani yo'q, mana bunday ataylab yaqinlashtirdim. Odamlar ko'rib bilib olishligi uchun. Xudo xolasa 23,5 million so'm ozroq xayriga o'tib beriladigan joyi bor. Manzil Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar. Zotga ham hamma tomonlama, olib borib yemga boqishga ham hamma tomonlama tushaveradi. Obsotor akalarimiz ham bemalol aloqaga chiqaversin xudo xolasa. To'qol, shoxi yo'q. Mana yurishlarda biror joyda defekti yo'q. Hammasi sog'lom. Menimcha narx-navlari yaxshi zo'r bo'ldi. Anchagina kichkina Anguslarni 25-26 million so'm deyishyapti, lekin juda ham kichkina uni. O'z chorvoni, ishqibozlari, tushungan odamlar bilishadi. Yana qanaqadir ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Manzilni qaytarib o'taman. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar. Nomerlarimiz 99-490-3344. Qaytarib o'taman, kichkina mol emas. Afshi yirik mol. Veslarini ham yana aytaman, 350 lardan ham oshiq, 400 kg tagiga borib qoladigan mol. Zotga ham afshi yaxshigina ishlaydigan molimiz. 23,5 million so'm ozroq xayrga o'tib beriladi.